Ey, sizga aytyapman, hozir menga mol sotmayman deganmisiz deganlarni aytyapman shunda aka. Menga qarang. Yo'q, o'shanga nasiba aka, sizlarga menga qarang turibdi aka. Oling shunda baraka. Aka 100 so'm oshi, xudo barakasini bersin. Ulgurji pul olasiz, 4 ta o'g'lini 5 ta o'g'lini Siz oling bo'ldi baraka toping. Aka, to'g'ri tushuning. Ber, Farhod. Endi ko'rgan bola emas. Ko'rganim yo'q shuncha. 2 marta keldim xonaga. Misol 500 mingdan ham foyda qilgan yo'q misol. 500 ming yo 600 mingdan foyda qilgan. Belgizing aka. O'zingiz buni saqlang. Siz bo'lmas allash o'zingiz bitmas ekan. Sizdan keyin o'qiganmiz aka. Muhammadjon tegiga chiqib qoldi. Ha? Aka, olmayman. Agar 18 million to'g'ri kelsa oldim. Keling. Yo'q, turib. 20 mingdan pul qo'shiladi. Yo'q, qo'shib olmayman. Men beraman o'sha 1 millionni. 1 million 500 ming 18 mingga bering bo'ldi. Bo'ldi, bor baraka. Farhod. Hurmatli gular, savdosi pishib qoldi bu mollarni. Aslida bu mollarni ham chiqarishimiz kerak edi. Bitta joyga 48 tasi barak bo'lib ketdi. Bitta joyga barak bo'lib ketdi. Barakasini bersin. Dehqon inson oldi. Boqqani angrenga. Hammasi hozir mashinaga yugurishadi. Barakasini bersin. Muhammadjon aka, baraka topsin, ha? ye olgan odam aka baraka topsin. Loyim. Yana kelaversin, yana mol ber deb. Xudo xolasa. Bu klientlar yana oladi aka, bir 200 so'm Eski oladi. klient degan o'zi, Muhammadjon? Eski klient. Eski klient. Narxini aytadimi? Aytmay qo'ying. Narxi endi sir bo'lib qo'yasin. Yo'q, Ha. barakasini bersin, ha? Endi aka, barakasi, xudo xohlasa ichida ketdi. Bor baraka deganda. Bugun aytgan gapimizga, xullas, hal telefonda gaplashgan gapimizga javobmi? Tarozigami bugun mollar? Bugun aka, tarozga desa tarozga. Ha. Juda ko'pchilik tarozda, misol uchun videoda ko'rib savdo qilyapti, unaqa kilali mol yo'q deyapti-da. Aha. Xolasa kelib tortib olaveradi. Mana shu yerda o'zi. Ha. Bo'ldi, ketdik endi, boshladik. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskalan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Hafta kuniga payshanba 25-sentyabr 2025-yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasidamiz. Ya'niki Muhammadjon ukamizni fermasiga kelganmiz, aka-ukalar. Buqalar gigantlaridan, xudo xolasa yondirishga. Iltimos sizlardan kelib ustida ko'rib oling. Buqalar hazlagan katta buqalar emas, yirik buqalar. Lekin hali chorva, hali boqma, hali yem ko'rmagan, xanshi chorva paytda ham shunaqa baquvvat, xudo xolasa nima deydi? Aka 102 qilaman degan mollarda zo'r, xudo xolasa. Keling, o'ta go'shtdor, foiz ham yaxshi beradigan mollar, jonivorlar, haqiqiy Rossiya buqalari. Qani ketdik akalar. Bu yog'iga sizlar bilan endi gigant buqalar haqida gaplashamiz. Narigi mollarning baraka bo'ldi. Endi bu yo'g'ini bitta joyga dars qilamiz hozir. Muhammadjon, Sanjirbek aka, assalomu alaykum. Yana bir assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamay yursin aka, kelib oldingizmi? Keyin endi obunachilar so'rashganda yo'q. So'rashqaylik, hojim. Qalasiz, charchamay ishlayapsiz. Dadilsiz, dadil. Ha aka. Xudoga shukr aka. Kayfiyat zo'rmi? Ha, kayfiyat zo'r aka. Xudo xolasa. Mollarning kayfiyati menikidan ham zo'r. Ular charchovlar chiqib aka. Loyim. Mollar o'ta chehralari ochiq. Xudo xolasa. Men bitta narsaga maza qilyapman, Muhammadjon. Aka, taroziga ham dedingiz-ku. Ha. Mana shu obunachilarimizga bir taroziga ham hozir gaplashamiz-a, xudo xolasa. Taroziga ham kelishaveramiz aka. Oyog'iga desa oyog'iga. Oyog'iga desa oyog'iga. Taroziga qo'ygan duxu yetmasa oyog'iga. Ha, endi aka molni kelib ko'raveradi. Aha. Buncha kilo chiqmaydi deb ekkilanadigan odam bo'lsa aka. Aha. Shu taroziga ham haydaveramiz. Xudo xolasa, barakasini bersin. O'zaro kelishiladi aka. Bo'ldi. Bular yem yemagan buqa ammo. Chorva buqalar. Taroziga xohlagan paytda qo'yiladi. Ha, xohlagan payt qo'yiladi. Nechta soni? Bular aka 16 bosh soniga. 16 bosh. Soni ko'p emas o'zi. 16 bosh akalar, 16 bosh atiga, lekin bir 20 ta molni, 30 ta molni enini enlab yuribdi jonivorlar. Ammo o'ta mollar qarang aka. baquvvat narsalar. Mashalloh, barakasini bersin. Hammamizga barakasini bersin. Hammamizga nasib qilsin. Birinchi o'rinda yaxshi narsa qilaylik, mana shunaqa molxon filmlar hammamizga nasib qilsin. Cho'janavallar. Qani ketdik. Xudo xullas, akalar, hozir sekin tanishtiramiz. Mollar haqiqiy Rossiya mollari, hali chorva ko'rib yormagan. Bular dalchi boqaman degan yukalarimizga oyoqlarni ko'ryapsizmi baquvvatligini. Jonivorlar, tonna bo'lsin loyim. Bo'ladi ham xudo xolasa. Mana shu eng kattaga shoh kattaganni ham bor-ku, Sanjirbek aka. Kuragini ochib ko'rdim, kurak yormabdi ama. Hali yormabdimi? Barakasini bersin. Bitta yantasi bo'lmasa agar qolganda yo'q. Muhammadjon, Sanjirbek aka. gaplashdik, ketdik. Oyoqda ha, birinchi.
Endi Nech oyog'iga bordi Sanjarbek aka. Aha. O'zi soni ko'p emas molimizda. Xo'p. Eng kichigi mana shida bu mollarimiz ichida. Sanjarbek aka mana shu bo'yinli. Aha. Endi 30 31, 32 yo'q narsa. Ayting. 30 millionga ketaveradi mana shu bir Mana shu donasi qo'ya. Sanjarbek aka. 30 millionga aka ikkita qilib beramiz 30 dan. 60 ga. Ha. Yana necha o'tib berasiz Muhammadjon? Xayriga o'tib beraman. Biz obunachilarga. Xayriga o'tib beraman aka. Obunachilaringizga o'tib beraman xayriga. Joningiz sog' bo'lsin. Xursandman Muhammadjon. Endi Sanjarbek aka. Labbay. Bularning ichidan zo'rini o'zi tanlab kutaveradi. Aha. 34 millionga tanlab olaveradi Oldinmi? Sanjarbek aka. Ha, eng zo'rini. 33 ga degani o'zim ham xijolat bo'lyapman, lekin bu qolarni ko'rib. Mayli narx talashmading mana shu mollarga. Mayli Sanjarbek aka ham qilamiz. Labbay. Men ikkita ya 3 ta olaman deganga boru. Ha. 33 dan qilib beraman. 30 dan qilib berasizmi? Ha. Bu familiyasi ham yozilgan qulog'ida bularni. Hamma narsasi yozilgan Sanjarbek aka. Jonivorlardi. Ishtahalari zo'r mollar. Endi asosiy nuqtaga kelyapmiz. Ko'pchilik kutgan taroziga Muhammadjon. Endi taroziga bor Sanjarbek aka. Labbay. Nech puldan qilib beray? Nech bilan qilib berasiz? Endi aka kelsin, tepasida ko'radi molni Sanjarbek aka. Aha. O'zaro taroziga gaplashaveramiz. Bo'laveradimi yo narxini aytib yurish kerakmi? Narxini aytsangiz yaxshimi deymanda. Narxini aka tepasida keladi, ammo Ha. taroziga chiqarmay boru. Aha. Shunda aytib yuboraman dedi, gap to'g'risi. Yo'q. Agar yo'q, narxini ayt deydigan bo'lsa, o'zaro kelishilaveradi o'sha har doim bilan. Keladi aka. Aha. Molni ko'radi, chorvalikni ko'rib, tarozi ham kerak emas deb yuboradi mol tepasida ko'rib. Mayli Mayda desangiz. tarozini. Endi aka bilan maslahat ham qilamiz endi, katta-katta ammo. O'sha aytyapman-da, bitta maslahat qilganingizda narx Bitta maslahat qilib aka, taroziga ham tortib beriladi, telefon qilaveradi. qilisholsin ha? Ha, telefon qilishaveradi. Bo'pti, yoki ustiga kelsa, Muhammadjon, qarang. Sanjarbek aka. Agar bitta joyga hammasi bitta olsa ham taroziga beraverasizmi? Badon olsa ham? Endi Sanjarbek aka bular boru. Ha. U yoqda misol uchun optin tortilgan Rossiyada. Aha. 500 dan ziyod aylangan. O'sha Aha. joydada Aha. 550 atrofida aylangan. Endi u mollardan aka sotilib qoldi-da asal. Aha. Kamroq qoldi. Ichidan kattalari sotilgan. Aha. Endi iloji bo'lsa optin tortib bersam ma'qul menga ham. Aslida Ha, bittada joy bo'shatishga narx yetyapman hozir o'zi. bo'ldi. Yo'q, bitta ikkita oladigan har odam bo'lsa, oyog'ida ham kelishilaveradi, taroziga desa, taroziga ham gaplashaveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Menga ammo quliyrog'i hammasi taroziga chiqsa, anshag'i yaxshi. Zo'r bo'ladi unda. Joy bittada bo'shaydi-da. Bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, taroziga ustida gaplashamiz deyapti yoki telefon qilganingizda telefonda taroziga ham gaplashilaveradi. Bexijolat telefon qilishingiz mumkin. Endi qancha bo'lardi? Yo'lida qilib beradi Muhammadjon. Sanjarbek aka, ha, u yo'lida qilib beriladi, o'zaro gaplashiladi, qilib Lekin beriladi. mollar hazillangan mollar emas, katta mollar. Xudo xolasa bu reklama emas, tavsiya akalar. Hisobi chiqsa, mana shunaqa buqa boqqingiz kelib turgan bo'lsa, gazni bosing. Go'shtni foizni xudo xolasa yaxshi beradi. Yeyman degan payt, rasa o'sa degan payt xudo xolasa 1-2 oyda mencha kurakdan yorib Mollar sirazi foydasiga yuraydi ekan. olgan Sirazi kunida daromadga yuradi. Nimaga desangiz Sanjarbek aka, bular bahyapman kun sayin mollar ochilyapti. Kun O'ng'alli sayin, turgani bilinyapti. O'z Kepakni o'zini yeb aka. Aha. Xonnalari chiqib, mollar o'ng'alli qolib, bega chiqib o'ynayapti-da. Birinchi kelgan kunlari to'g'ri. 1-2 o'ynamadi sahrab. Aha. Charchovlar chiqib hozir o'ynab yuribdi Sanjarbek aka. O'ynab, yana Ha. kundan kunga sekin o'sishlar bilinyaptimi? Ha, havo ham salqinlab qoldi mana. Bu yog'iga faqat buqa boqadigan payt Ha, mana shu paltarashkalar davri keldi aka. Xudo xolasa. Endi palsoslar ham keladi, mana sotilib ketdi aka. Yana yangilik orqasidan mollarimiz keladi aka. Muhammadjon, bitta yaqinlik qilib qo'yaylik-da, Ha. qarang. Agar hammasini bitta joyga olsa, taroziga. Hammasini bitta joyga olsa, oyoqda shunday aytildimi, aytilgan yo'qmi? Aytmadingiz-da. Hammasini bitta joyga olsa, shu 16 dan Sanjarbek Ha. aka. 30 million 500 ming so'mdan ketaveradi. O'zbekiston Qo'yib bo'ylab yo'q, dastavkasi bor. Hali 31, 32 deb, Unjuvanlik yo'q. ha, kino o'ynash kerak yo'q. Bo'ldi. 30,5 milliondan aka, shunday ketaveradi 16 bosh bir joyga. Bitta joyga 70 Ha. mingni pastida bitadimi, bitmaydimi? 70 mingni pastiga o'tib beramiz bularni. O'tib berasizmi? Ha. Bo'ldi, unda kelish. Kim qo'lda bering. O'tib beramiz. Qo'lda hayri bor. O'tganda ham dadil o'tib beraman. Xudo xolasa, bo'ldi. Ja 10 ming so'mdan emas, o'tib beraman-da. Hali baribir odamlar so'raydiganlar bor-da, 60 dan bularni aka hech kim bermaydi, ammo chorva bo'lib qolardi-da. Bo'ldi, barakasini bersin. Hurmatli aka-ukalar. Cho'jani valli. Telefon qilaverasizlar. 70 paysada berishadi bari. Nasib O'sha optim palsos oladiganlarga aka, molimiz aka ertadan keyinga tushadi. Ertadan keyinga Ha, yangi partiya yangi keladi. partiya xudo xolasa. Ko'pchilik so'radi, sotilib ketib qoldi-da. Ikki partiya sotilib ketdi. Bittasini o'zim semka qilib ketdim, lekin uni yuvishga Cho'jani. qo'yguncha
sotilib ketdi deyishdi, keyin YouTube'ga qo'ymadik ham. Klientlar, bunisida ham mana уже men kelgan darvozadan kirganimda savdo boshlanib ketdi. Ha, 3ta joyda tochka turibdi hozir, optimal so'rab turganlar. Asterli bo'laveradi. Ha, Kelar bo'ldi. aka. Narxlar arzon bo'lganicha, yaxshi berayotgani uchun shunaqa optimum savdolar bo'lyapti. Cho'chanaveradi. Ha, sizlarga ham taklif qilamiz, kelaverasizlar. Muhammadjon, Sanjarbek aka. bersin uka. Yaxshi kunlarda ko'rib Hammani bozorini bersin, bizdan mol olganlarni ham aka. Uyi molga to'lib aka, baraka topaversin. Uylari molga to'lib ketsin, ham xohlasa. Qo'shnilar ham o'tib ketsin, hali bor-ku, gapimiz. gapimiz. Ha. Qo'ni qo'shnilarga to'lib ketsin. Sanjarbek aka mana shu buqalarga boqsa, bo'yni bor-ku, quchoq yetmaydigan bo'ladi. Nimaga desangiz, hozir o'zi bir quchoqda bo'yni. Xudo xolasa. Bo'yni qaynaganlari. Mollar qarang. Voy jonivorlar, zo'r. Agar hammasini nuqtalab turib kallasini ko'tarsa aka, Aha. bo'yni bor-ku, balon bo'yatibdi hozirdan. Xudo xolasa. Endi bular yem yemagan holati, mollar qarang. Agar yem yegan buqa bo'lganda bular hozir bular yuvosh turmas. Chajanadi mollar qarang. Salomat bo'ling Muhammadjon. Bo'ldi Sanjarbek aka. Obunachilar lakdan bosib qo'yaveradi. Rahmat, salomat bo'ling. Havas qilganlar bor-ku, Aha. otangga rahmat deb bitta yozib qo'yadi. Rahmat. Bo'ldi aka.